Mana asosan attachentoga qo'shiladigan pigment toshlar, mayda toshlar. Vystavkamiz davom etyapti. Juda katta. Bu bosh bilan oxiriga borguncha, bilmayman hozir ikkinchi joyga kirganmiz, lekin hali tugatganimiz yo'q. Hop, qaranglar, mana bu yerda shunaqa datchiklari bor. O'zini qancha sepayotgani datchiklarda ko'rsatib turadi. Shunaqa texnologiyalar o'zlari. Bu yerda shunaqa mahsulotlarni olib kelib qo'yishgan, ya'ni mashinaning kraskalari ham bor. Bu yerda mana Evonik firmasi seminar o'tkazib beryapti. Ma'lumot uchun biz Evonik firma bilan ham ishlaymiz, ya'ni Evonik mahsulotlarini ishlatamiz, juda yaxshi firma hisoblanadi. Mahsulotlari ham joylashgan. Juda standart bo'yicha yuqori o'rin turadi va ko'p ustalarimiz buni tanlagan.